Kreditga olingan avtotransport vositasiga nisbatan boshqarish huquqi bilan ishonchnoma bersa bo'ladimi? Kreditga olingan, garovga qo'yilgan avtotransport vositasiga nisbatan boshqarish huquqi bilan ishonchnoma berish mumkin. Ammo ushbu holatda kredit muassasasining yoki garovga olgan shaxsning roziligi talab etiladi. Garov to'g'risidagi qonunning 21-moddasiga ko'ra, garovga qo'yuvchi garovga oluvchining roziligi bilan garovga qo'yilgan narsani boshqa shaxslarga berishi, ijaraga berishi, tekin foydalanishga berishi yoki boshqacha tarzda tasarruf etishi mumkin. Ushbu holatdagi asosiy qoida garovga oluvchining roziligini olishdir. Agar ishonchnomani garovga oluvchining roziligi bilan bergan bo'lsangiz, uchinchi shaxslar tomonidan, ya'ni ishonchnoma berilgan shaxs tomonidan avtotransport vositasiga yetkazilgan zarar o'sha uchinchi shaxsning bo'yniga tushadi. Ya'ni garovga oluvchi o'zi rozilik bergani uchun endi avtotransport vositasiga yetkazilgan zararni sizdan emas, balki ishonchnoma berilgan uchinchi shaxsdan undirish bo'yicha talab qiladi.